Yaxshimisilar, baxtli do'stlar. Rahmat rozi. Hayatlı bo'ldi kelmez sizlarni billah. Mana Şinjan bakmacılar ustozi, xalqaroliq yam-xashak ilmi mutaxassisi, Jongo chorvachilar jamiyatiga a'zo o'rin Şinjan sarxil chorvachiligining mutaxassislari hozir G'o'ljida. Biz hozir G'o'ljidagi sarxil chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqaradigan zavodimizga keldik. Zavodimizda mana bu yoqda mashinalarga mallar besilib turyapti, bir tarafdan ishlab chiqarilyapti. Biz qishliq bakmacılarni tarbiyalaydigan xizmatimizni boshlab ketdik. Bizniki mutaxassislarimizdan kimni avval so'z taklif qilamiz? Ahmad Ro'za efendim taklif qilamiz. Uzun bo'lib ketdi, yomon so'rab ketdi. Baxmish do'stlar, ikki qiz gapingiz bayaqchan. Yaxshimisilar, baxtli do'stlar. Rahmat rozi. Hayatlı bo'ldi kelmez sizlarni billah. Hamsa ben maxsus maskatim sizga salom bergil keldim. Rahmat. Mayli yosh jihatdan bilamsiz. Ben bir jihatdan kasb jihatdan bo'lsam siz deganda bizning ulgimiz. Mening ulgam shaxsan. Bilimning oldida mengib bu chorvachiliknikida. Endi siz asıgı chiqib qoldingiz. Men shu asıgı chiqib qolganchilik men turishma. Otanda o'lib. Shuning uchun biz o'rtoq turishaylik. Ma'qulamsiz uzun ömür ko'ring. Uzun ömür ko'ring. Menma sizga o'xshash mushu kasbni 50 yil qilgan mutaxassis bilan sizga o'xshash butun Afrika qit'asidan boshqa bir pul hamma yani ko'rib mana mushundaq mushu bilimninki mushu chorvachilik sohasidagi ozuqliq ilmiga asosan mushu sohada mushunda voyaga yetgan ustozlar bilan hamkorlasha olganligimdan men xursand.